Dokladning yuqori dokladning davomini anglash hurmatli vatandoshim. Doklad mundaq hisobladi. Amerika armiyasi tuvandagi bir qancha nuqtani o'rinlab ketalisa, harbiy kuch ustunligini saqlab qola oladi. Bu tadbirlar jumladan yadro qurollarini zamonaviylashtirish, olam bo'shlig'i va to'rbatlar makoniga mablag' solish, elektronlik hisoblash uchun aloqa axborot to'plash, kuzatish, kontrol qilish sistemasiga mablag' solish, texnika raketa sistemasi o'rinlashtirib, Amerika bu davlatni qo'g'dash, qirg'ochi xarakterli kurashchi qismlarni zo'r ko'lamda qurish, dushmanning havo va raketa qo'g'dinish sistemalariga hujum qilish iqtidorini yetildirish, dengiz havo armiyasi olam boshqa qismlari qurilishiga mablag' solish, ular hujumga uchrab turgan ahvolda jang qila oladigan kuchni jo'g'lay oladigan holga keltirish, dunyoning eng muhim strategik belbog'larda intayin muhim kurashchi harbiy qurol-yarog' va boshqa harbiy aslahalarni saqlash, o'rinlashtirish. Doklad yana mundaq va amaliy masalalar o'tirib qo'yildi. Ya'ni mundaq masalalar o'tirib qo'yildi. Amerika armiyasi nihoyat tezlik bilan savdo tijorat sohasidagi bo'sishlarni harbiy ishlarga ishlatishi lozim. Amerika Qo'shma Shtatlari Davlat Majlisi Avom palatasi harbiy ishlar komitetining raisi Davlat Majlisining butun kuchni ishga solib mablag' bilan ta'minlashi lozim deb ko'rsatdi. Amerika Davlat Majlisining bir qism a'zolari aniqki Amerika davlat mudofaasiga yetib kelayotgan xiristlarni tonib yetdi. Amerika Qo'shma Shtatlari Avom palatasi harbiy ishlar komitetining raisi Texas shtatidan Cumhuriyetçiler Partisining a'zosi McTorn beri mundaq ko'rsatdi. Hozir intayin muhim bir xizmat Amerika Davlat Majlisining oldiga qo'yildi. O bo'lsa-mu, bu davlat mudofaa strategiyasini mablag' solish bilan ta'minlash. O bo'lsa-mu, bu davlat mudofaa strategiyasini mablag' bilan ta'minlash. Armiyamizni harbiy aslahalar bilan ta'minlash, tarbiyalash, balki bu strategik siyosatni ijro qiladigan odamlarni tarbiyalash vazifasi bugun Amerika Davlat Majlisining oldiga qo'yildi. Yoki bular uchun hamchot ajratish bugun Amerika Davlat Majlisining oldiga qo'yildi. Avom palatasi harbiy ishlar komitetining raisi Torin beri yana mundaq ko'rsatdi. Agar Amerika Qo'shma Shtatlari Davlat Majlisi davlat mudofaa strategiyasini hamchot bilan ta'minlay olmasa, u holda men taklif beraman. Davlat mudofaa ministri Jim Mattis eng oxirida Davlat Majlisiga arz qilish, Amerika xalqiga arz qilish kerak.